Assalomu alaykum aziz obunachilar. 660 ming so'mga ikkitalik kamera do'stlar. Endi kamiga quyosh paneli bilan akalar 660 mingga nima deyapti bu kameramiz? Xo'p, endi bonusiga 32 talik chip qo'shib beryaptik. Endi buni 64 talik qildik. 31-dekabrgacha aksiyamiz amal qiladi. 2 barobar kattasini qo'shib beryapmiz 64 talik akalar. Kameramiz quyosh panelli bo'ladi. Endi sim karta bilan ishlaydi. Bu pastdagi odamni ko'rganda o'zi 360 ga aylanadi. Bu oldi to'g'rini olib turadi akalar. Odam o'tganda billa borib kelib yuraveradi. Kannayi ham bor. Musofirda bo'lsalar ham bemalol xullas gaplashaverasizlar akalar. Kamiga nima bu? Kamiga bunaqa telefonlarning zaryadchi bor-ku. Quyosh panelini ishlatmayman, tokda ishlataman desalaring, suqib qo'ysalaring ham bo'laveradi. Xullas, baq quyosh paneli. Tashqari joyga qo'ysalaring quyosh paneli o'zi yetadi. Endi quyosh bo'lmayapti-yu, quyosh chiqmayapti-yu, nima qilamiz? Ikkilanayotganlarga bu mana shunaqa yechimi ham bor akalar. Omon buni batareykasi katta bo'ladi. O'ziga nisbatan batareykani ko'ryapsizlar, o'zidan ham katta batareyka. Moshni yetadi akalar. Kimga shunaqa kameralar kerak bo'lsa, Telegramdan aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka bepul, 64 talik chipi ham bepul. Hop, kamiga telefonlaringga ham ulab beraman, ishlatib ko'rasizlar, kачествосini ko'rasizlar. Ma'qul bo'lsa, pochta qilib chiqarib yuboramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.